Bugun sizlar bilan plagiatni tekshirishni o'rganamiz. Ya'ni biz metodik tavsiya, metodik qo'llanma yoki referat hamda maqolalar yozsak, o'shani plagiat, ya'ni internetdan ko'chirilganmi, yo'qmi, shuni tekshirishni o'rganamiz. Buni plagiat deb aytadi. Masalan, hozir biz biron nima tayyorlasak, metodik tavsiya yoki maqola tayyorlasak, o'shani internetdan shundoq, masalan, kun.uz yoki biron saytdan nusxalasak, o'sha internetdagi bor saytlardan nusxalab olsak, buni plagiat deb chiqaradi, ya'ni buni tekshiradi. O'shandan olinganmi, yo'qmi? Xo'p, shuni o'rganamiz. Endi buning uchun antiplag.uz deb yozamiz. Mana antiplag.uz kiramiz. Mana kirdik. Kirganimizdan keyin bu yerda tizimga kirish degan joyi bor. O'shani bosamiz. Hozircha men kirib turibman, buni chiqib ketaman. Mana tizimga kirish tugmasini bosamiz. Bu yerga tizimga kirish avval sizda login parol ochilgan bo'lsa, o'shani bu yerga yozasiz va kirasiz. Agar siz avval kirmagan bo'lsangiz, birinchi marta ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lsangiz, bu yerda qulay variantlar Google. Har bir odamning telefonida Google akkaunti bo'ladi. O'shandan kirib ro'yxatdan o'tsa bo'ladi. Ustiga bossa shunchaki kirib ketadi. Yoki Telegram bu qiyinroq. Eng ma'qul usul bu ro'yxatdan o'tmaganmiz, mana tizimdan ro'yxatdan o'tish. Bu yerga ismingiz, familiyangiz va email yoki telefon yozasiz. Parol o'ylab topasiz. Masalan, 2026 bir nima deb ismingizni qo'yib, mana buni bu yerga qaytadan takrorlaysiz parolni, o'shani ikkalasi bir xil bo'lishi kerak va roziman bosib, ya'ni robotni bosib, mana o'sha mototsiklni terib, подтвердить qilasiz va ro'yxatdan o'tish tugmasini bosasiz. Shu login parolingiz bo'ladi. Undan keyin kirib, bemalol kirish tugmasini bosib, mana email bo'lsa email, telefon bo'lsa telefon, shu orqali kiramiz. Menga eng qulayi mana Google, o'shani bosaman. Shunchaki mana Google akkauntimni bosdim, kirib ketdi. Xo'sh, kirganimizdan keyin balansda 0 bo'ladi. Mana pul yo'q bo'ladi. O'shani endi vaziyatga qarab qilamiz. Bu yerda ikkita narsa bor. C detektori, plagiat tekshirish. Bizga plagiat tekshirish kerak. Mana plagiat tekshirish. O'shani bosamiz. Hisobingizda yetarli mablag' mavjud emas deyapti. Plagiatdan tekshirish hozir qancha ekanini ko'ramiz. Plagiatdan tekshirish bitta hujjat uchun 46 ming so'm. Xo'sh, bizga sertifikat kerakmi? Ha, kerak. Uni ham bitta qilsak, ya'ni sertifikat 6 ming so'm, jami 52 ming so'm bo'lar ekan. Hisobni to'ldirishni bossak, mana shunaqa bo'ladi. Bu yerga 1 deb yozdik, chiqdi. Xohlasangiz qo'lda tering, 150 ming so'm yoki 10 ming so'm deb teraverasiz. Bu yerda 52 ming so'm. Ya'ni o'sha tekshirganingizdan keyin sizga sertifikat chiqarib beradi. Mana shunaqa foiz chiqardi shu odamga deb. Bu yerda payme yoki klik xohlagan tanlasangiz bo'ladi. Klik qulayroq men uchun. Klikni bosaman. Xo'sh, bu yerga telefon raqam yozsangiz, mana karta raqam yozsangiz ham bo'ladi. O'zingizni karta raqamingizni yozasiz. Keyin o'zingizniki kod boradi, o'shani terasiz. Shunday qilib o'tirasiz. Eng qulayi mana shu. Bu yerga telefon raqamingiz, klik ulangan raqamingizni yozasiz. Bo'ldi. U raqamingizga shunchaki chek yuboriladi. Klik ilovangizni ochgan paytingiz chiqib turadi. Antiplag uchun mana shuncha 52 ming so'm to'lasangiz bo'ladi xohlasangiz deb. Majburiy emas. Uni ochib ko'rib, agar rostdan ham o'zingiz ha bo'lsa, to'lashni bosib yuborasiz, klik ilovasidan bo'ldi. To'lanib ketadi o'zidan o'zi. Bu yoqni kutib o'tirish shart emas. Balansda avtomatik paydo bo'ladi. Mana bo'ldi, pul tushdi. Klik orqali to'ladim. Osongina 52 ming so'm. Endi mana plagiat tekshirish degan tugmani bosamiz. Bu yerni bosgandan keyin hujjat nomini yozishingiz shart emas. Bu yerda hujjatni joylash degan tugma bor. O'shani bosasiz. Mana bo'ldi, hujjatni tanladim. Tanlaganimdan keyin avtomatik tarzda yozildi o'zi. Pastga hujjat turi degan narsa bu muhim. Bu yerda siz xato tanlasangiz, demak foizni kam chiqarishi mumkin.
to'g'ri tanlang. Bu metodik tavsiya bo'lganligi uchun hozir qidiramiz. Bu yerda uslubiy ko'rsatmalar, ya'ni o'zbekchasi uslubiy ko'rsatmalar deb aytiladi. Metodik tavsiya bu boshqacha rus tiliga yaqinroq bo'lib ketadi. Balki rus tilidadir. Shunaqa. Uslubiy ko'rsatma bu adabiy tilda aytganda shunaqa bo'ladi. Shuni tanlashimiz kerak. Agar sizda hozir ko'ramiz, malaka ishi degan narsa bor ekan. Shunaqa bo'lsa, shu kurs ishi, referat bular aniq yozilgan. Agar sizniki metodik tavsiya emas, metodik qo'llanma bo'lsa, mana shuni tanlashingiz kerak. O'quv qo'llanma. Shuni tanlasangiz to'g'ri bo'ladi. Yana bu yerda kitob, darslik qo'llanma bor ekan. Bu qo'llanma boshqa qo'llanma bo'lishi mumkin. O'quv qo'llanma ma'qulroq. Maqola bor mana, bitirish. Xo'sh, bizniki uslubiy ko'rsatma. Shuni tanladim, bo'ldi. Hozir 46 ming so'mga tekshiraman. Keyin 6 ming so'mga esa ustiga to'lab nima qilamiz? Sertifikat olamiz. Boshladik tekshirishni. Mana so'nggi tekshirganlarimizni qarang. 99 da 76, 2 marta 100% ham bo'lgan. Bu ham 99 da 69% bo'lgan. Natijalar hammasi deyarli 100%. Ya'ni bu plagiat internetdan ko'chirilganmi, yo'qmi? Shuni aniqlab beradigan narsa. Bundan bizda muammo yo'q, hammasi 100% original chiqadi. Ko'pincha buni maktablarda pet kengash vaqtida direktor yoki o'sha zavuchlar so'raydi. Internetdan ko'chirib joylamayapsanmi, ish qilib, bizni obro'yimizni ertaga to'kib yurma maktabimizni deb aytadi. Shuning uchun sertifikat so'raydi ko'pincha. Endi ba'zilar uncha so'ramaydi. Mana va nihoyat bo'ldi. 10 daqiqa vaqt ketdi bunday tekshirib bo'lishiga. Xo'sh, 98 da 43%. Bu yaxshimi, yomonmi deb so'rashingiz mumkin. Ya'ni 99, 98, 100 bular juda nima deysa bo'ladi, maksimal daraja. O'zi ommalashtirish mezonida metodik tavsiya va metodik qo'llanmalar kamida 60% dan yuqori bo'lishi kerak deyilgan. Ya'ni 61-70% bo'lsa ham bu o'tadi, ommalashadi degan narsa. Endi bu yerda 98, 99, 100% lar bu garantiya degani, ya'ni kafolat degani, plagiati uchun kafolat. Ya'ni plagiat bosqichidan o'tish uchun kafolat. Bu yerda 80 bo'lsa ham, 75 bo'lsa ham u o'tadi, farqi yo'q. Shunchaki narsa. Endi buni natijalar degan tugmani bosib, sertifikatni yuklab olamiz hozir. Xo'sh, mana bosdim. Endi yuklab olish tugmasini bosaman. Sertifikat tugmasini bosaman. Bu yerda muallifning to'liq ismini kiriting deyapti. Bu yerda muallif men emasman. Buni tekshirib berdi shunchaki menga. Shuni egasini ismini yozib qo'yaman va sertifikat yaratish tugmasini bosaman. Shu sertifikat mana yozgan ism familiyamni sertifikatga yozib berishadi. Mana sertifikat yaratish tugmasini bosgandik, bizni mana o'shanaqa yaratib berdi va siz agar telefondan qilsangiz yuklab olishingiz mumkin. Menda Googledan avtomatik chiqyapti. Bu PDF tarzda. Endi telefonda bo'lsa yuklab olish mumkin, avtomatik o'shanga kirib ko'rasiz. Mana chiqyapti. 98 ga 43%. Mana shu yerda qari kod bo'ladi. Tepada sertifikat deb yozilgan, ism familiya turibdi. To'liq ko'rsata olmayman, birovniki bu. Shu tarzda plagiatdan tekshirsangiz bo'ladi. Har bitta tekshirish 46 ming so'm, sertifikat olish 6 ming so'm qo'shimcha. Jami 52 ming so'm. Bu rasmiy anti-plagiat, ya'ni rasmiy antiplag.uz sayti. Ya'ni birovlar tekinga tekshiraman, pul to'lamayman deb o'zlaricha yozishadi mana Google ga, masalan, plagiat besplatno deb. Mana plagiat besplatno deb yozishadi. Chiqadi mana bir qancha saytlar. Ko'pincha hozir mana shu saytlardan tekshiryapti. Mana xohlagan bittasiga bosib, o'sha plagiatni tekshiraman deydi. Keyin tekshirgan payti bu 70% plagiat ekan, voydod degan yozuv chiqadi ekranga.
Siz qaysi faylni yuklasangiz ham. Birovlar endi 40%, 100%, 70% xohlagancha yozadi. Bundan maqsad bu sayt bepul. Siz unga yuklaysiz. Ular sizni qo'rqitishadi. Bu plagiat ekan va yoniga bu plagiatini to'liq olib tashab beramiz sizga degan yozuv chiqadi. O'shani bosib, pulni to'lab qilsin degan narsaga undaydi. Ya'ni bu saytlar maqsadi shu. Sizdan bu plagiatni biz tozalab beramiz, zo'r qilib. Siz mana shuncha pul to'lang deb chiqaradi. Shu maqsad shu, bepul bo'lgan maqsadi. Bu esa rasmiy sayt. Ya'ni mana uz deb turibdi, ya'ni rasmiy o'sha berilgan shu yerdan bemalol tekshirsangiz bo'ladi.